Men Qo'shnazarova Oysha, 48-yil tug'ilganman. Qishloqda uyma-uy bizlardamiz patronaj bo'lib ishladim. Barnisada 5 yil dejurda ishladim. Qoniz yoqib ko'chama-ko'cha mana loy ko'chalardan yuraydi. Oyog'imdan etikdan suv kirib, oyoqlarim yoqlab muzlab qolaydi. Shifokorlarga bordim. Ular arterit, oyog'ingizda shamollash bor, reginiga ham tushdim. Tavblarga qatnadim, bormagan joyim qolmadi. Men hozirgi ana shu rejamda og'riganiga 31 yil bo'ldi. Telefonda ko'rib o'tirdim, so'zlab keldi. Men juda foyda ko'rdim deb ko'rib o'qidim. Bir oy uzluksiz sirtdim, ancha tizzalanishib yotdi. Ishlar qaytdi, og'riqlar ancha, oyog'im yengil bo'lib yurib qoldim. Mana shu so'zlab keldi, shu deb aniq ishlab chiqarganlarga juda katta rahmat, minnatdorchiligimni aytaman. Tizzasi og'rib, shishib, yurolmay yotganlarga maslahat beraman. Men Qo'shnazarova Oysha, 48-yil tug'ilganman. 10 ta farzandni tarbiyalab voyaga yetkazdim. Xo'jayinim yosh olamdan o'tib ketdi. Bolalarim bitta kelin olgan edim, 2 ta qiz uzatgandim. 10 ta farzandni qolganini o'zim uyli joyli qildim. O'zim hamshira bo'lib ishladim. Ana shu qishloqda uyma-uy bizlardamiz patronaj bo'lib ishladim. Barnisada 5 yil dejurda ishladim. Keyin bolalarim ko'payib qolgandan keyin qishloqda patronaj bo'lib ishladim. Issiq qishda u payti qoniz yoqib ko'chama-ko'cha mana loy ko'chalardan yuraydi. Oyog'imdan etikdan suv kirib, oyoqlarim yoqlab muzlab qolaydi. Shularning ta'siridan meni oyog'im og'riq boshlandi. Oradan bir 5-6 yil o'tib. Keyin shifokorlarga bordim. Ular arterit, oyog'ingizda shamollash bor, reginiga ham tushdim. Tavblarga qatnadim, bormagan joyim qolmadi. Dori ukkol olaydim, mazlardan sirtim har xil. O'rtada bir yaxshi bo'laydi, yana og'riq boshlanaydi. Shu orada keyin men grija ham bo'lib qoldim. Grijamni davoladi. Lekin operatsiya demadi. Sirinkali sizdagi 4-5 millimetr anodagi nima ko'p davolandim. Shifoxonalarga ko'p yotganman. Men hozirgi ana shu rejamda og'riganiga 31 yil bo'ldi. 31 yil bo'ldi. Mana shundan beri shu og'riq sirinkali og'riq keladi. Endi oyog'imga berdi. Oyog'imdagi mana shu rejadan beryapti oyog'ingizga deydi. Oyog'im yura olmay qoldim. Keyin borman Semashkaga yotdim. Men ko'p davolaman Semashkaga. 5-6 marta yotdim. Keyin o'zimizda Yakkabog'da nevrologiyada yotdim. Shu ko'p davolanam. Har yili har 6 oyda davolandim. Keyin 1 yilda shu o'zimni sharoitimga qarab davolandim. Keyin telefonda ko'rib o'tirdim. Anani ko'zim tushib qoldi. Mana shu yura olmaydim, hassadayam, shunday umidim uzildim. Mana shu so'zlab keldi. Men juda foyda ko'rdim deb ko'rib o'qidim. O'qidimda men ham shundan azob bo'lsam, shunga buyurtma qilsam bo'lar ekan deb ko'nglimdan o'tdi. Keyin bitta nevaramga aytdim, "O qizimjon, mana shuni anoqda menga telefonga yubar, xabar yubar" dedim. Men uni tushunmasam, anoq qilib keyin qizim bundan kattarog'i. Keyin shu telefon qildi. Oradan bir hafta o'tgandan menga qo'ng'iroq bo'lib qoldi. "Siz Qo'shnazarova Oysha opama, sizga anov bor. Bizlarda klinikamizda mana shunday davolaydigan nima bor? Men kim sizga xabar berdi?" deb aytdi. "Unda yaxshi-ku" dedim. Keyin shu buyurtma qilib olib kelib berdi. Bir oy uzluksiz sirtdim, ancha tizzalanishib yotdi. Ishlar qaytdi, og'riqlar ancha, oyog'im yengil bo'lib yurolmaydim. Yurib qoldim. Mana shu so'zlab keldi, shu deb taqdim aniq ishlab chiqarganlarga, shundan men sizga o'shan doktorlarga juda katta rahmat, minnatdorchiligimni aytaman. Mening oyog'i og'riganlar, mana shu deb tizzasi og'rib, shishib, yurolmay yotganlarga maslahat beraman. Mana shu so'zlab keldan olib davolanib, shusa ko'rmaganda bo'lib ketadi. Ancha yaxshiman. Allohga shukr. O'zimga keldim, oyoqlarim yengil bo'ldi.
xursandman. Rahmat aytaman shifokorlarga. Shu kompaniyaga o'zimda oilam nomidan, nevaralarim nomidan, o'zimda nomidan minnatdorchilik bildiraman. Yana ham ishlariga rivoj tilayman. Mana shu bizlarga o'xshagan bemorlarga mana shularni ko'plab ishlab chiqarib, yetkazib berishni nasib qilsin. Sizlarga uzoq sog'lik tilayman. Sizlarga o'xshab mana shunday qariyalarga ko'proq mana shunday foydalaringiz tegib, sizlarga rahmat aytaman. Uzoq sizlar ishlaringizga baraka, omad, rivoj tilayman. Rahmat. Menga o'xshagan qariyalarga ham mana shunday og'irgan oyog'i og'riqlarga maslahat beraman. So'stab keldan olingizlar, buyurtma sirtingizlar, ko'rmaganday bo'lib yaxshi bo'lib ketasizlar, og'riqdan qutulasizlar. Bu sizga Xudo xolasa unaqadan keyin bemalol ishlatasiz. Hali qishloqqa boray, oyog'i og'rib yotgan qo'shnim bor. Hammasiga ayting. Shularga aytaman, men mingta ko'p ketdim. Ko'p oylar, ikkita qo'shnim hastada bunday arang yuradi. O sog'lig'ingizga pul ishlamaymiz, davolaninglar deb aytaman, ularga borib aytaman deb o'tiribman. Xolajon, mana doktorga borganingizda sizga qanaqa diagnoz qo'yishgan? Kalsiy yo'q dedi sizda. Umuman kalsiyingiz yo'q ekan dedi. Kalsiy oldim. 8 mingga kalsiy olib ichdim. Birinchi unaqasi 30 yil oldin boshlangan dedingizmi? Birinchi ta'sirlari? Yo'q, grija boshlandi. Oyog'im keyin og'ridi. Grija 30 yil oldin boshlandi. Grija 30 yil keyin. 10 yil oldin. Oyog'im keyin boshlandi. Hozir ancha yaxshimi yurishlaringiz? Yaxshiman. Oyog'imda shish qaytdi. Mana shu to'mpayib shishib yotdi. Yaxshiman. Qancha vaqt surdingiz, xolajon? Qanchadan beri o'zi ishlatasiz Ustav gelni? 1 oy sirtdim. Qachon olib berdi, esimda ham yo'q. Hozir bir marta lecheniya oldingizmi, bitta kurs oldingizmi? Bir kurs oldim. Bir kursda shuncha natija. Yaxshi. Ancha foydasini bildim. Ta'siri qanchada bilindi o'zi sizda, xolajon? Bir haftalarda bilindi. Bir haftada og'riq qolib, bir haftalarda bilindi. Uni qanaqa ishlatdingiz masalan kuniga? Ular mutaxassislarimiz aytgandek. Aytdim, 1 grammli shprisni oldim, 1 gram tortaydim, 1 gram tortib, ana qilib qo'lim bilan tez singib ketar ekan. Shunisi yaxshi ekan, tez singar ekan. Keyin mana bittasi juda yaxshi, mana oyam. Mana unda salgina bor, mana chaboyamda. Bunisi juda ham yaxshi. Mahsulotni olganingizda sizda shubha bormidi, xolajon? Mendami? Endi kompaniyaniki bo'lmaydi degan gaplar ko'p eshitiladi. Katta shubha bo'ldi. Allohga tavakkal dedim. Shunda yaxshi insonlar ishlayapti-ku dedim. Allohga tavakkal qildim. Katta shubhalandim. Shubha bo'ldi. Birinchi o'zgarish sezganingizda xursand bo'ldingizmi? Ya'ni sizga yoqa boshlaganida qanaqa his qildingiz o'zingizni? O'zimda yaxshi his qildim. Qizimga aytdim, "Voy, yaxshi-ku" dedim. Mana og'riq sezilyapti qolgan, og'riqni kamaygani dedim. Menga ancha epik foyda beryapti dedim. Aytdim, shishlarim qaytdi, mana aytdim, mana oyam umuman yaxshi. Yo'q, og'riq kam. Kechasi mana shunda katta bor. Mana chaboyamda og'riq bor. Hozir oldingizda ancha yaxshi his qilasiz. O'zimcha yaxshi his qilaman, bemalol. Bitta turib ko'rsating, xolajon. Xursandman aynalar. Bitta o'rningizdan turib ko'rsating shunday. O'rningizdan turib bitta ko'rsatib bering. Baraka toping. Iloyim bundan ham tuzalib keting, har doim shunaqa diklab bering opajonim. Baraka toping, xola. Bundan ishinglar shunday oyam og'ridi, shu og'riq bilan hajga borib aylandim. Aylanish qiyin-ku. Aylanaydan o'tirib qolaydim, yana aylanaydan o'tirib qolaydim. Shunda bishqib aylanib o'tira bajardim 7 marta aylanishda. Endi Xudo xolasa bu gal borganingizda bemalol mazza qilaman. Endi shuni aytdim. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu mahsulotni qanchalik boshqalarga tavsiya berasiz, xolajon? Siz kabi o'sha oyog'i, suyagi, tizzasi og'riyotganlarga, grijasi borlarga shundan olib sirtishda tavsiya qilaman. Har qanday bemorga bu yordam beradi. Chunki bu ishonchli, juda yaxshi mahsulot ekan. 1 oyda natijasini ko'rdingiz. 1 oyda natijasini ko'rdim men. Iloyim bundan ham natijasi ziyoda bo'lsin, xolajonim.